tushirdim. O'zimiz tengi bola 30-40 yoshlarida. Qarang, to'xtaganda siz mana mashinada turibdi, siz bunday turibsiz. Shundoq, bir-birimizga yonmayan oramizda haydovchining derazasi shundoq yonmayan to'xtagan. 1 metrdan kam joyimiz, juda ham kam. Yonmay 100 turibmiz desak ham bo'ladi. Mana shuncha siz bilan turganimizdagi rolda turibmiz. Haligi bola oq, ko'zlari qizargan, chekib olgan qanaqadir alkogol mahsulotlari ta'sirida bo'lganmi, so'kinishni boshladi. Keyin jahlim chiqdi, so'kindim. So'kyapti-da, so'kkanligi uchun shu nega yo'lni o'rtasidan ketyapsan, u yoqqa so'kdi-da, mana bu yerda yo'l yo'q ekan, xullas tushuntirib, ozgina 20-30 sekund so'kinish bo'ldi-da. Keyin haligi bola chaqirganmi balki? Balkim jahli chiqib turgan bo'lganmi, shoshib turgan bo'lgan, qurolini chiqarib peshonamga shundoq dedi. Endi qurol mana shu joyda turibdi-da. Bu endi birinchi marta men o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan joyim. Qurolni chiqarib, qurolni shundoq chiqardi, undoq qildi-da. Pistolet. Are we good dedi. Biz yaxshimizmi deyapti endi. Kelishdikmi degan. Kelishdikmi? Are we good degani. Kelishdikmi? Mana o'rtamizda problema yo'qmi? Shunaqa. Endi qurol chiqqan joyda. Nima deysiz? Turibmiz, jahlim chiqib turibdi, unaqa, lekin juda ham tez bo'ldi bu narsa, lekin keyinchalik o'ylab qarasam, o'sha birinchi marta o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan vaqtim. Qaradim, bo'ldi-da, qo'lim ko'tardim. Bundoq qildim, am okay dedim. Keyin haydab ketib yubordim. Keyin nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, nima o'zi o'tgandan keyin ma'lumotlari Vobshe katta nima bo'lganda, misol uchun uni tasavvur qilib, hozir aytib beryapsiz, misol uchun unday uni tanada his qilib ko'rgan boshqada var. Endi shunaqa bo'ldi, tez bo'lganligi uchun endi Amerikada hech narsa emas, Amerikada shunchaki aytib o'tmoqchiman, har kuni otishma bo'ladi. Har kuni hamma joyda bo'ladi. Kuni kecha Oaklandda, mana bu seshanba kuni yozayotganmiz, dushanba kuni kecha Oaklandda bitta gapsiz bo'lib qo'yib, siz yo'qotmaysiz. Nima highway patrol, katta trassani politsiyasi bitta mashinadan shubhalanibdi-da, to'xtatmoqchi bo'lgan, to'xtamagan, bo'ysunmagan. Quroli bor ekan. Keyin qochib, bir joyga qochib yashiringan. Keyin bu highway patrol Oaklandda bo'lyapti, Oaklandda. Mahalliy politsiyani chaqiryapti yordamga. Quroli bor, mana shu atrofda deb, keyin ular kelyapti, 5-6 ta mashina, keyin 20-30 ta politsiya mashina bo'lib ketgan, videolari chiqdi. Keyin xullas kelyapti, boyagiga topishyapti uni, o'sha yerda jamoat joyida, bitta katta supermarket yonida parkingda mashinasini qo'yib, o'sha yerda tushib, mashinasidan quroli bor yonida. Politsiya keyin og'zaki buyruq beryapti, to'xta, qurolingni tushir, taslim bo'l degan. Eshitmayapti, buyrug'iga bo'ysunmayapti. Keyin birinchi marta dedi, endi politsiyani Oaklandda politsiyaning rahbari intervyu berib, voqea tugagandan keyin xabar beryapti bu haqda-da. Aytayaptiki, biz birinchi og'zaki buyruq berdik, itoat qilmadi. Keyin nima bilan zarar yetkazadigan, o'ldiradigan emas, nima deydi, travma beradigan, faqat jarohat yetkazadigan qurol bilan to'xtatishga harakat qildik deb. To'xtamay qurolni olib o'qtaldi. Keyin ikkita politsiya chiqibdi-da, otib tashlabdi. Otib tashlagan, boyagi voqea joyida o'lgan, o'sha gumon qilingan shaxs. Keyin boshqa ma'lumot bermadi, hozircha shu dedi. Kecha ma'lumot beryapti, kechaning o'zida. Keyin hayron qoldim men. Shu endi misol uchun doimiy bo'ladigan narsa demoqchiman-da. Shuning uchun qurol yonida bor, otmaydigan emasda, otib tashlash mumkin. Shuning uchun siz holatingizni tasavvur qilish o'zi dahshatda. Yoningizda kechqurun, kechki payt o'sha hech kim yo'q atrofda, hech kim hech narsani bilmaydi. Otib ketib o'rganda ham hech kim bilmaydi, yerda kamera yo'q, qanaqadir bir omborxonaga ketish yo'li. Endi shu narsani ko'zi qizarganida shunday qarab yonimda bo'lsa, u bilmaydi-da. Endi Alloh bir saqladi deyman. Shunaqa narsa bo'ldi. Keyin qo'rquv o'sha vaqtda bo'lmadi. Qo'rquv degan narsa bo'lmadi, chunki jahl chiqib turgan vaqtda qurol o'qtaldi. Keyin balki bu haqiqiy quroldir, balki haqiqiy qurol emasdir, bilmadim. Lekin o'sha vaqtdagi haqiqiy tuyuldi-da, keyin bo'ldi, ham okey dedi. Qaysi shtatda bo'lyapti-da? Bu Illinois, Chicago shahri, Illinois. Chicagoda qurol ko'p. Bor, Chicagoda endi xavfli hududlari bor-da, janubiy tomonlari, South Side Chicago deydi. Juda ham o'sha gang memberlar, gangsterlar yashaydigan joylar bor. Endi biz u joylarga bormaymiz odatda. Adashib borib qolmasak, odatda unaqa joylarga bormaymiz. Endi shunaqa voqealar bo'ladi. Xuddi mana shu narsa qurol o'qtalish bir do'stimda bo'lgan. Ismini aytmayman, o'zbek do'stimiz, talabamiz, do'stimiz bir kun telefon qilyapti-da. Iskandar, keling, hozir mashinamni o'g'irlab ketishdi dedi.
borsam o'tiribdi, ozgina shokka tushgan. Nima bo'ldi desam, shu dastlabki qilganda dam olib o'tirgan bo'lgan, bir daraxtning tagida, mahallaning ichi bo'lgan, unaqa tashlaniq joy emas, kunduzi. O'tirgan bo'lganda, telefoniga qarab o'tirgan ikkita odam kelganda, mashina taqillatgan. Qarang, bundoq qilgan, bundoq qarasa, qurol chiqargan, chiq mashinadan degan. Hech narsasi olmagan degan. Yaxshi chiq degan, chiqqan mashinadan keyin kalitni ber degan. Uni qurol o'qtab turibdi. Ular ikki kishi, ikkita qora bola. Ya'ni keyin kalitni topshirgan, haligilar mashinani haydab ketavergan. Endi shu voqea bo'ldi. Haligi o'rtog'im shokka tushganda chaqirdi meni. Keldim, bordim oldiga. Keyin o'sha u polis report berildi, boshqa bo'ldi. Keyin bir haftadan keyin u mashina topilib keldi. U do'stimiz ozgina shokka tushgan bo'lgan, lekin hech narsa bo'lmadi, Xudoga shukr. Bir haftadan keyin uning mashinasini bir tashlandiq joyga tashlab ketishgan. Ichlarini ko'rib bo'lmaydi, tozalab borib olib kelib, yana ishida davom etdi. Bu narsa odatiy hol bo'lganligi uchun, shuning uchun ko'chada yurganda, boshqalar bilan munosabatda bo'lganda odamlarning qurolli bo'lishi mumkin. Ligini hisobga olib, boshqalarga jahl qilmaslik kerak. Borcha Amerikada, misol uchun yashayotganlar, ukalarimiz bormi, akalar bormi, yangi kelganlar bormi, konfliktga imkon boricha bormaslik kerak. Ayniqsa o'sha Afro-Amerikan ularda misol uchun chakib olgan bo'lishi mumkin. Anonsi yo'q-da. Shunday ham hech qanday kafolat yo'q-da. Quroli bor bo'lsa yonida chiqarib otib tashlayveradi. Ularda hech narsa yo'qotadigan narsasi yo'q bo'lishi mumkin-da. Mashinasi o'g'irlangan deganingizda men bilan ham qiziq holat bo'lgan. Bitta ukamiz yaxshi yigit, shu San-Fransiskoda endi yaqinroq bo'lganimiz uchun o'qishda ham birga o'qiganmiz bitta universitetda. Telefon qildi bir kun, aka, mashinamni o'g'irlab ketdi dedi. Ya nima bo'ldi dedimda, qayerdasiz dedim, shu yerda dedi. Bordim. Borsam, xullas nima bo'lgan? Shunday mashinasini qo'yganda o'chirmagan ham. Bir minutga shunday do'kon yonida do'kon bo'lgan. Shunday do'konga kirib chiqaman, tez kirib chiqaman degan. 1 daqiqa, 2 minut vaqt ketadi. O'chirmaganda kalti ham og'zida bo'lgan. Toyota Prius'larda bilsangiz aqlli kalti bor. Kalt yoningizda bo'lmasa, zavod bo'lmaydi mashina. Endi u o'sha kaltni ham qoldirib, zavod bo'lgan holatda qoldirib ketgan. Mashina eshiklari ochiq. Shunday do'konga kirganda, shunday 2 minutdan keyin qaytib chiqsa, mashinasi yo'q. Keyin birinchi menga telefon qilibdi, keyin bordim, keyin polisga qildingizmi dedi, men qildim, hozir kelyapti dedi. Keyin keldi, polis keldi. Mana oldida turibman, keyin so'radi, nima bo'ldi dedi. O'sha yoqqa kirdim, chiqib ketdi. Yo'q dedi, mashinam chiqib chiqsam, mashinam yo'q dedi. Kalti ichidagi zavod qoldirdim, nima uchun qoldirdingiz dedi. Shu tez chiqaman dedim, shuning uchun qoldirdim dedi. Keyin atrofni qaradi, kamera ham ko'rinmayapti bu yoqda. O'sha endi mashina turgan joyda kamera ko'rinmayapti dedi. Mashinangizda dedi, telefon, Apple texnikasi bormi? iPhone'mi bormi? Tracking kuzatish osonroqda. Yo'q dedi, bitta Samsung'im bor dedi. Samsungni kuzatib bo'lmaydi-da dedi-da. Keyin bo'ldi, biz sizga xabar beramiz dedi. Ana ma'lumotlarni yozib oldi. Familiyasi boyagi nimasi, drive license'ini oldida, adreslarini, nimalarni yozdi-da. Keyin nima berdi? Case raqam, ish raqamiga, o'sha ish bo'yicha ish ochilgan raqamini berdi-da. Ketdi, telefon qilamiz sizga, aloqada bo'ling dedi. Telefon nomerlarini oldida. Ketishdi. Keyin shu bilan endi men o'yladim, buni dedim, agar dedim mashina o'g'risi olgan bo'lsa, oladida tushtirishga sota olmaydi-da. Kaliforniyada endi mashinani topib olish osonda. So'yib sotsa, misol uchun qismlarga bo'lib, ehtiyot qismlarga qilib sotishi mumkin. Agar boshqa bironta bomish yoki bir nima olgan bo'lsa, biron joyga tashlab ketadi masalan. Agar nima olgan bo'lsa, o'g'ri olgan bo'lsa, o'g'irlaydi deb. Keyin xullas shunday bo'ldi. Keyin men bitta narsaga hayron qolganim, mashina o'g'irligi unday katta jinoyat emas ekan. Shunday odatiy holda. Bizda agar mashina o'g'irlansa O'zbekistonda 2 soatda topiladi. Butun nima oyoqqa turadi-da, ichki ishlar tizimida o'sha tuman. Yo'qda jinoyatchilik ko'p bo'lgani uchun ham endi bizda mashina nisbatan nimasi balandroq. Shunday. Qiymati misol uchun. Bu yoqda mashina unchalik oddiy texnika, agar inson bilan bog'liq bo'lganda balki qattiqroq qidirardi. Misol uchun hamma joyda kamera bor-da, borib ular hamma joyda o'sha yo'nalishda misol uchun chiqmasam 2 ta 3 ta chorrahani atrofida kamerasini ko'tarsa, bittasida chiqqan, o'sha yo'nalishni olib qolgan kamera bo'yicha kuzatib topsa bo'ladi-da. Lekin o'shanday bo'lmadi, qilmadi, ular ketdi. Keyin bir kun 2 kun o'tdi, xabar bor edi, telefon qilaman. Yo'q aka, yangilik yo'q deydi. Keyin nimani kuzatib turishdi, endi aytdik, endi
jarima bironta joyga qoldirib ketsam mabodo, misol uchun nima parking qiyin, aniq o'g'irlangan mashinani pulli jarima anons etmaydi. Buni joyga qo'ysam, misol uchun onlayn kuzatsa bo'ladi. Aradan bir haftalar o'tdi, keyin topildi mashina, o'sha jarimadan topildi. Bitta joyga qo'yib ketgan, keyin jarima yozgan bo'lgan unga, keyin jarimani nimasini, adreslari onlayndan ko'rgan, mashina nomeri bilan. Keyin borsa, o'sha yerda turgan bo'lgan, keyin u mashinaga tegmagan, qo'rqqan. To'xta hozir endi men polisga xabar berganman, politsiya kelish kerak. Ular tekshiradi, barmoq izi oladi, boyagani jinoyat izlarini oladi deb kutgan. Endi men hali xabarim yo'q-da. Keyin polis telefon qilgan, politsiya kelgan, kutib turgan 1-2 soat keyin kelgan. Keyin kelgandan keyin shu mashinangiz ham bo'ldimi? Ha, bo'ldi debdi-da. Keyin bo'ldi, ketavering, men ketavering dedi. Keyin ketaverib, aka, men o'yladim, ular barmoq izi oladi, nimadir qiladi, jinoyatchini qidiradi. Nima qiladi, kinolar qiladi ketsa, keyin yo'q, unaqa narsa qilmabdi-da. Keyin ishtirib ketibdi. Keyin men ham ha dedim, demak mashina jinoyatni turiga qarab munosabatan boshqacha ekanda. Keyin o'shanda mashinasini topdi-da, nima o'g'irlagan bo'lib chiqdi. Ichidan bir ikkita oziq-ovqat, kiyim-kechaklar bor ekan, o'shalarni olib ketgan. Keyin bildi, o'sha bironta uysiz o'sha bomish bo'lgan bo'lsa, minib ketganda, yoqib qolganini ko'rib, keyin olib borib ichidagi narsalarni olgan, yeganda, keyin mashina bir joyga tashlab ketgan ishtirdi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Har doim odam o'ziga ehtiyot bo'lish kerak, mashina qo'lda turish kerak. Bu narsa oddiy holat. Mashina o'g'irlashga yana o'zimni boshimdan o'tgan holat. Yangi kelganimda bir o'rtog'imning mashinasini sotib olganman. Dastlabkiga chiqdim, Chikago shahrida dastlabki qilyapmanda. O'sha bitta xotin oldiga bordim.